Qarshi tumani Mirmiron va O'zbekiston mustaqilligi mahallalarining master rejasi taqdim etildi. Qarshi tumanida shaharsozlik va zamonaviy infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan navbatdagi muhim loyiha taqdim etildi. Mirmiron va O'zbekiston mustaqilligi mahallalari uchun ishlab chiqilgan yangi master reja hududning kelajakdagi tasvirini o'zida aks etadi. Mazkur master reja hududni kompleks rivojlantirish, aholining yashash sharoitlarini yaxshilash hamda zamonaviy shahar muhitini yaratishga qaratilgan. Loyihada keng yashil hududlar, sayil yo'laklari, favvoralar, dam olish maskanlari va sport maydonchalari tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Rasm va vizual materiallarda ko'rinib turganidek, markaziy bog' hududi piyodalar uchun qulay yo'laklar bilan bog'lanib, aholining bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishi uchun xizmat qiladi. Shuningdek, yangi turar joy majmualari zamonaviy me'moriy yechimlar asosida barpo etilishi rejalashtirilgan. Ko'p qavatli uylar orasida bolalar maydonchalari, kichik dam olish pavilyonlari joylashtiriladi. Transport harakati va piyodalar xavfsizligini ta'minlash maqsadida ichki yo'llar va avtoturargohlar ham puxta rejalashtirilgan. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, ushbu master reja nafaqat hudud qiyofasini tubdan o'zgartiradi, balki Qarshi tumanining ijtimoiy va iqtisodiy rivojiga ham katta hissa qo'shadi. Loyihaning bosqichma-bosqich amalga oshirilishi natijasida mahallalar zamonaviy, qulay va yashash uchun yanada jozibador maskanga aylanishi kutilmoqda. Siz bilan Qashqadaryo tezkor 24 bo'ldi. Biz bilan voqealar markazida qoling. Eng tezkor Qashqadaryo va Qarshi shahri yangiliklari faqatgina bizning Telegram kanalimizda. Telegram kanalimizga Instagramdagi biodagi link orqali obuna bo'lishingiz mumkin.